O'zbekiston fuqarolariga ajoyib yangilik. Endilikda maktab va bog'cha xodimlariga barchasi bepul bo'ladi. Barcha fuqarolar tezda videoni o'tkazib yubormasdan xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Aziz do'stlar, bugun 17 aprel kuni kuzatilayotgan ob-havo ma'lumotini birinchilardan bo'lib sizlarga havola etamiz. Shundan so'ng esa qaysi fuqarolarga tekin, ya'ni bepul bo'lishi mumkin bo'lgan xabarni siz azizlar e'tiboriga havola etamiz. O'zgidromet agentligi 15 aprel kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo harorati kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-17 daraja issiq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo harorati kechasi 6-11 daraja, kunduzi 15-20 daraja issiq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo harorati kechasi 6-11 daraja, kunduzi 13-18 daraja issiq bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda esa momaqaldiroq kuzatiladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo harorati kechasi 6-11 daraja, kunduzi 17-22 daraja issiq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo harorati kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja issiq bo'ladi. Ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda esa momaqaldiroq kuzatiladi. Shamol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo harorati vaqti bilan o'zgaradi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Baland tog'li hududlarda qorga aylanishi mumkin. Tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelish ehtimoli bor. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kunlari 3-8 daraja iliq bo'ladi. O'zbekiston fuqarolariga ajoyib xushxabar. O'zbekistonda endilikda bog'cha va maktab xodimlariga barchasi bepul bo'ladi. Salom do'stlar, so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib, albatta like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda endilikda maktab va bog'cha xodimlari davlat hisobidan tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazish va tibbiy ko'rikdan o'tkaziladigan barcha xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish haqidagi qonun haqida yangilik e'lon qilindi. Ushbu tadbirlarga davlat budjetidan 71,4 milliard so'm ajratildi, deyiladi ma'lumotda. Aziz do'stlar, video ostiga like bosib, videoni kerakli insonlarga yuborib qo'ying.